radiator ichidan qarasa otlar ko'rinadi-yu, bamalada. Qaysidir mashinada eshak ko'rinadi. Bunda nima ko'rinar ekan? Ko'ramizmi? Bitta like bosib qo'ying. Aytganchi, bunda nimadir bo'lish shart emas. O'zi pulli hidi kelib turadi. U mashinani ko'rgan odam rostakasim statusli, seriozli odam kelyapti deb o'ylashadi. Genesis GV 80 ni absolutni yangi 2026-yilgi bes probegini srochnik bosib bo'ladi. Qarang, qimmat diskada eng fullida bo'ladi. Aynan mana 22 razmerli diska, Michelin malolada. Даже parolklarni ham nakleykasigacha shilinmagan. Kartlarning o'zining nakleykasigacha turibdi. Bilsangiz kerak, bu Koreyaning eng premium, ya'ni Koreyaning prezidentlari ham Genesisda yuradi. Aynan o'sha brend Genesis GV80 semeyni yurishga juda ham ideal mashina hisoblanadi. Yo'q, nafaqat semeyni, o'zi esa ishlagan jiddiy borib kelishingizga zo'r apparat. 2,5 turbina motor. Siz aytganingizni qila oladi bemalol. Hadab displey bor, hammasida bo'lmaydi. Face ID hammasida bo'lmaydi. Отпечатка palet bu ham hammasida bo'lmaydi. Palet o'shaydigan adaptivniy cruise control bola uchun oddiy narsa. Juda ham sezgir, ya'ni sensorlar juda ham zo'r sezadigan yumshoqqina mashina. Faqat diskani, balonni, dalinasini pasaytirib oling. Koreyaning yo'llarida 3.5 dalina bilan yurishadi-da. Shuni hisobida bizda ham pasaytirib olmaysiz, do'q qilib qoladi. Любой mashina, любой. Shuning uchun bir 2,5 qilib olsangiz katta yaradi. Salafallarigacha turibdi-da. Shu mashina olganingizdan keyin обязательно ichida o'tirib, barbikamlarni ochib olib, maza qilib o'qib yurish hammaga nasib qilsin. Yo, barbikamni topib olish qiyin emas, любой magazinda bor, даже katta magazinlar, mahallangiz magazinlarida ham bor. Premium ichimlik. Maza qilaman shu reklama qilib, chunki hamma joydan topsa bo'ladi. Dasturxoningizga bir blok olib, uyingizga qo'yib qo'ying. Tak, xullas 2026 absolutni yangi shu Genesis GV80 ni rochniga 84900 ga hozir baraka qilarsiz bo'ladi. Bosib oling, bilasiz qimmat turadi. Topib qo'yganda bosib olish kerak.